bandit hücrelerini biz rak deymiz. Endi buni nemishqa biz bandit hücreli deymiz degan vaqtimizning o'zida. Bu aslidagi irsiyat moddasiga bo'ysunmaydi. Aslidagi tan hücresidan hosil bo'lgan narsa. Tushundingmi? Balki ba'zi qarindoshlar tushunmadi balki bu narsa. Meyada tan hücresidan hosil bo'ldi deydi. Normal bir tan hücresining ko'payish jarayonida birsi ikki ko'paydi. Endi ikkisi 2dan 4 ko'paydi. Mana mushunda ko'payish hosil qiladigan tan hücresi mı? Endi bu tan hücresidan ayrilib chiqqan. Tan hücresining gapini anglamayotgan. Irsiyat moddasiga bo'ysunmayotgan. Irsiyat maxfiy uchur bo'lgan mRNAga to'shg'ich bo'lgan tRNAni aldab turib, ishimizning ishini vujudga chiqaradigan narsani biz bandit hücre deymiz. Bu bandit hücre cho'g'i degan chog'da bu aslidagi oqsilliq niqobga kirib olgan bilan buning bo'linishi, shakli, chigirsi, tanxisi yoki buningdagi ko'pish usul jihatdan bo'lsin aslidagi tan hücresiga o'xshamaydi. Buning asli manbasi nima degan chog'da bu tan hücresi edi. Nima uchun tan hücresidan ayrilib chiqqan boshqa bir hücre shakllanib qoldi? Deganligimizning o'zida DNAning nusxalanishi, xromosomninki, ishqor radikalninki, bu yerdagi chetlishninki to'g'ri bo'lmasligi sababdan nusxalanish jarayonida to'satdan o'zgargan bir gen paydo bo'lib qoldi. Bu xromosomda masalan P52, 16, 27 deganlarimizning hammasi xromosomni ko'rsatadi. Mana bu shunda o'zgarish ahvoli ko'rib oldi degan gap. Amaliyotda normal tan hücresining ayrilib chiqqan narsa. Shuni buni biz bandit deyishimizning sababi. Shunashqanmi? Bandit hücre, rak hücresidir. Endi biz bu rak hücresini operatsiya qilib, ammay turib men qilgani bo'lamdi degan chog'da xato o'ylab qoldingiz. Rak hücresi pichoq tegimigacha yo'qolmaydi. Pichoq tegsa tamom yo'qoldi deganda natayin. Esimda bo'lsin, natayin ma, to'liq emasmi? Shuni bu yerda biz tibobatda cheklab turishimizning mushi bemorning mush kasallik ahvolining izchil bir xalolat turishini masalan, ba'zi bemorlarimiz doktorga tekshirtirdi buni. Tekshirtgan vaqtimizda buningga ilgirki bilan o'xshash yoki mishada shantxon o degan gapni yezib qo'ydi. Bunda qo'yishi bu ilgirki natija ahvoli bilan buning o'xshashlik kelligini bildiryapti. Shu mushunda tug'anligimizning o'zi sizning mushi kasallik ahvolingizning taraqqiy qilmaganligining o'zi. Endi bu taraqqiy qilmasligidagi asos sabab nima degan chog'da bu yerdagi bandit hücreninki amaliyotda ma'ni biz bir rak hücresi deb qaraylik. Chunki rakning shakl jihatdan mudavvidi bu. Qulam tegib ketib yezib qo'ygan gap emas. Endi bu bo'lingan chog'da bu yerdagi qo'sh yadro anandagi ko'p holatli bo'linish xromosomniki sirtqi shakl jihatdagi farq, g'udronchilik farq tufaylidan bu qanday bo'lingan chog'da bir qanchaga bo'linadi, bu birsi bir qatimdalan bir qancha hücrelarga bo'linib ketadi bu. Mana ko'pish surati aslidagidan ko'pish surati normal hücrelarnikidan tez bo'lib ketadi degan gap. Ma'lum birisi bundan 5-6 ko'paygan bo'lsa, yana birisi 5-6 ko'paysa, necha ko'payib ketadi bu? Tan hücresi ko'payish qilgan chog'da. Shuna ma'ni baldir bayqash kerak degan gapning sababi shu. Baldir bayqash, baldir davolanish, baldir diagnoz qo'ydirish degan 3 baldir bo'lish asosi qurilsa, anandagi rak kasalligini kontrol qilgan saqlayt qilib bo'ladi. 4-bosqich, oxirgi bosqichga berib, anandagi men shaqayamdim, yo'qmi, bir kapolat bergan bo'lsangiz, bir hujjat yezib bergan bo'lsangiz desak, saqay olmaydi. Mabadi seningiz 2ga, mabadi seningiz 5ga o'tgan chog'da xafa bo'lmaysiz. Men degan gapni sen murakkab gapni ma bu. Jiraqishdan bir gal infidishga ko'chirib qo'ydi. Darajamiz 4-darajaga berib qoldi degan gapni ma bu. 3-darajaning oxirgi bari degan gap. Shunlashgan maqlalarga berib olgancha siz bu gapni qilmang. Siz aytganlikka balangizning, xotiningizning, oilangizning salomat o'rnida turishingiz kapolatlik bera olamsiz, yo'qmi deganimda o'ylab, andan keyin deymiz gapni. Yuzimizning amalsizlik ekanligini yana unutib qolsak olmaydimi? Qayta eslatib qo'yay. Shunlash qarindoshlarimizning mana mushunda ahvolda. Masalan, tibobatda bir qism yelkoydagi qon ofiliyatni yo'qotg'ich, shundaqla uyushtirg'ich va hücrelerninki bu ko'piyish suratining tormozlig'i holatga kelib qoldi degan chog'da dal mishadi ko'piyish alayhi zo'r bo'layotgan. Ma'lum rak hücresi shundami, tan hücresi desak,
Muşu rak hücresi ketadigan energiya intayin ko'p bo'ldi. Energiya ko'p bo'ldi. Chunki buni ko'piy surtib tizib olgan uchun quvvat ko'p bo'lishi kerak. Bu endi quvvatsizlangan o'rindan quvvatlangan o'rin qarab aqadi. Shuna bu yetkilishni davom qiladi degan gap. Qon yo'llari qilib yetkildi yoki limfa yo'llari qilib yetkildi. Shuna limfangiz yo'g'ina ba'zi ishkilab chiqadi. Jiroq tushib ko'chdi degan gap mingizib ko'chgan bo'lsa manda chiqdi. Yoki sizningki ko'ksingizda bo'lgan bo'lsa o'pkingizga, anandan keyin jigiringiz ko'chgan bo'lsa mabaga bir yoki ishkilab chiqadi degan gap. Şun qarindoshlarimiz mana masalani aynan bilish kerak. Shunga bu bandit hücre rak hücresidan iborat. Shunga bu hücreninki o'zini biz tibobatda sapraviy savdodan shakllangan ishshat deymiz. Endi bu qondan ko'ygan bo'lishi mumkin. Yoki ba'diki savdoning sapraninki qondan ko'ygan yoki sapraninki suyuq balgam yoki quyuq balgamda ko'ygan bo'lishi mumkin deymiz. Ama bu köysüymüş kıladigan chog'da qilqan tumuning devoriga tushib, lay shakllantirdi va normal signal yetkazishga tahdid etkazdi. Shuni bilan birga buniki ashyadan uzug'liq yoki boshqa bir narsa boshqarilish minginingki Shinjin shaytoninki buyruqqa bo'ysunmayotgan bo'la oldi. Shuning bilan bu ayrilib chiqadi. Shunga buni bandit hücre deymiz. Shunga mushunda kasallik o'zgarishda jeni qijilayotgan, nima qilishini bilmayotgan qarindoshlar buningki maytini tushunishga anından keyin o'zini tushunishga, shuning bilan birga kasallik o'zgarishini tushunishga yordam bo'ldi degan. Qandaqdir buni bu tibobat so'zlab qo'ygan, shunday qildi cho'ngish kelamda tibobat nazariyasi bormi deb ketdi ba'zilar. Siz nima o'qigan degandek. Men shunday o'qigan. Shu qarindoshimga deydigan emas. Mana shunga o'xshash, turli rak va o'sim kasalliklarini biz kimyo va biologiya nuqtasidan anından keyin buni amaliyotga biz yemeklik nuqtasidan turib o'zaro chish degan chaqamizda anından keyin obdan usulga erishgani bo'ladi va natijada kontrol qilgani bo'ladi, kasallik o'zgarishini tushungani bo'ladi, endi buni davolagani bo'ladi degan. Agar bunda qilmay o'zingizdan bilgani bo'yicha qilsangiz, maqsadni siz yetammasangiz, mayatni tushunmasangiz, siz bu xil kasallikdan saqayman deb o'ylayman. Bu kasallik qandaqdir sizningki boshqa bir diabet yoki yuqori qon besim degandek kasalliklarga o'xshamaydi. Qattiq bir bo'lgan bilan o'zi o'xshamaydi. Shu mazmunimizga diqqat qilayotgan qarindoshimiz oxirgi diqqat qildi va yurakni alt tarafini besib qo'yishni tutib qolmaydi.